Hojjat, yanista xotiningiz olib keldim. Ha, nima bo'ldi? Bitta. Jinni sharmanda qilmay, zamanda qiz bilan qizim o'pishadimi? Ha, ana, qalay bo'lar ekan? Kecha siz ham ichib kelib, jo'rangizni olib kelib, bitta deb qon qildingiz. Yo'q, yana nimalar qildim? Ko'rsatchi. Men tushundingmi? Hammani sotib olaman. Pul mo'ri. Hamma pulni sochib tashlading. Ha, ana, ko'rdingizmi? Kecha kayfda hamma topgan pulingizni mana shunaqa qilib toshib tashlagansiz. Yo'q, ichib olsak sher bo'laganmiz-da. Xotiringdan Xotin, tur, hammaga sharmanda qilyapsan. Ha, bitta men sharmanda qilyapman. Kecha siz ham ichib kelib, ariqqa dumalab meni sharmanda qildingiz. Ariqqa yumalagan bo'lsam, usti boshim top-toza turibdi-ku, aldama. Nimaga aldingman? Yaxshi ham arniyo parashut gellari bor ekan. Bitta kiyimizni toza qildi. Buni ishlatib ko'rganlar biladi. Ya, onasini emsin. Yana nimalar qildim, xotin? O'zingni yop, tushundingmi? Chamam ichmayman, o'zim bilaman. Son ona. Onadan so'kma. Ha, ana. Qalay bo'lar ekan onadan so'kish, a? Kecha bizda ona qolmadi, onani onasi qolmadi. Butun boshli yo'l qaymoq qolmagandan keyin kallamga o'tdingiz. Bo'ldi, xotin. Ichib olib kecha toza rasm bizda sanda o'zimni ko'rdim. Chetdan qarasa ichgan odam juda xunuk ko'rinar ekan, ha? Men bugundan boshlab ichishni tashlayman. Vodka pivo, под конец корпоратив. Shompulmiya xotin, raddomdan chiqishda shuncha xarajat qildirdik, ana endi bolam pampersiga ham pul qolmadi. Vahima qilmang-da, desh. Har bir bola o'zini rizqi bilan tug'iladi. Voy, qo'shni eson-omon qutulib oldingizmi? Voy, tub qo'sh tegmasin, hozir ko'rmanasini beraman mana. Yaxshi kattagina bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling. Qo'shni, tuzingiz bo'lsa berib turing. Murak bersin chaqaloqchalar. Ko'rmanasini beraylik, ko'rmanasini. Shartmasdi-da. Aytdim-ki, rizqi bilan kelatdim. O'rtoq boshliq mumkinmi? Aka. Papasha. Xotin. Non to'pani tez olib kelib bering, dugonalarim bilan gapga borishim kerak edi. Ko'rmanasini berardim, o'yinga yugurib pensiya tushmadi-da hali. Uni o'rniga sizlarga arniyo parashok va gellardan beraman. Mashinkada yuvish uchun geli, qo'lda yuvish uchun parashogi, idish-tovoq yuvish uchun ichida gubkachali gelchalari bor bolam. Sifatiga gap yo'q. Eng muhimi allergiya chaqirmaydi. Biz millioner oila bilan intervyu qilgani keldik. Bu darajada boyib ketishingiz sababi nimada? Buni bitta sababi mana shu farzandimda. Kelajakdagi rejalar qanaqa endi? Rejalar juda katta. Xudo xohlasa bundan-da boyib ketish rejasini qilib qo'yganmiz. To'g'rimi, onash? To'g'ri, dadesh, to'g'ri. Mushukcham, Quyoncham. Qayerdir yonyaptimi deyman, xotin? karkidoncham. Qaynota bilan turgandan keyin normalniy romantika ham bo'lmaykanda. Hozir Qo'yindan bir piyola choy ichsam. Tinchlikmi kelin? Bir xudo bilan bir gaplashmasak bo'lmaydi-yo. Voy, sharmanda. Siz vostochniy tansani bir yurganganim. Onash uydagilar uxladimi? Ha, uxlashdi. Mana biz uxlasang-a. Ko'ring, uyqlar-ku. Voy, o'g'lim, qo'lingdagi nima? Sizga olib keldim, oyijon. Ekler mahsulotlari. Voy, soch bo'yaydigan kraskami? Hamma shunaqa deb o'ylaydi-da, oyijon. Eklerda lekin 200 dan ortiq mahsuloti bor. Misol uchun, Eklerda nomer 1 shampunlari, balzami, yuz yuvadigan penkalari, undan tashqari qo'l, oyoq, yuz uchun maxsus ishlatiladigan kremlari bor, oyijon. Voy, rahmat o'g'lim, rostdan ham kremlari zo'r ekan. Voy, kelin, nima balo bu? Shunaqa kiyim ham zakaz qiladimi? Voy, sharmanda. Bolam mana uylanganingga 1 yil bo'ldi. Biz ham nevara ko'rib, nevaralarni bag'rimizga o'ynatgimiz keladi. Nima bo'lyapti, bolam? Yo, nimadir xalaqit qilyaptimi? Yo, doktor-puxtorga olib boraymi, bolam? Ey do'stu yorlar. U bilan Toshkentlik kelibdi-ku. Ana yur qani? Qanaysan, jira yaxshimisan? Qalaysan, utu. O'zingga skleroz olib Turkin Toshkentga yurib shevasini unutibdi-ku. Buni qishloqda udalit qilaylik pestakkallarni. Jo'ra qani ko'ralik yana qanaqa so'zlarni o'rganib ketdi. Jim tur qani? Bu Jo'rajon Toshkentga yashash qanday bo'libdi? Vashiqchu.
Jo'rajon, mana shu letichani 15 sutka daqallatib ursam, necha sutkada chiqaman? A qo'y, nima qilasan asabingni buzib? Toshkentni qayerda turibsan? Toshkentni Kindu qo'yiluvda. Jo'rajon, qasddan bilib turib odam o'ldirsam, necha yilga ketaman? Qo'y, o'zingni bos. Bola 1 minut. Ha, bo'ldi, boraver. Xonadonlar, uychilar, amaqim, opoqimlar, tuzumlar, balo, ayo-mayo, qichup-pichum, okey. Jo'rajon, o'zi meni menga berish to'g'ri bu gaplarni. Daraxtga bog'lab onangning girdi sevasi to'g'rilaylik. Xo'sh, onangning eri kim bo'larkan? Adda. Ye, paqqa sodavay. Miau, qaysi hayvon? Shu. Toshkentda mushu bo'ladi. Toshkentchani yaxshilab o'rganib, keyin gapir. Saturn. Paqqiso. Jo'ralar, boshqa Toshkentcha gapirmayman. Ha, jo'rasan ham to'g'ri tushunda 4 kun Toshkentga yurib, mana shevangni sotmada. Xo'p, okey. Buning odam demaydi, jo'ra. O'zingni bos, Jo'rajon, menga qara. 118 bilan ketsam, menga amnistiya beradimi, yo'qmi?